медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я, и Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная: детки, знакомьтесь, Юлию. И вот я словно тем плету за Юлей. Амурных любит подойти, боюсь я к Юле. Вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг, купил цветы и под подъезд. Лишь бы ты пришла, и ты пришла. Драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. И ударились об землю небеса. И тогда я написал: Юля, медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл и спел медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот. Assalomu alaykum hurmatli aziz qadrdonlar, hurmatli aziz do'stlar, xush kelibsizlar. Bosgan qadamlaringizga gullar bitsin. Bugungi bitiruv oqshomi barchangizga muborak bo'lsin. Keling hurmatli aziz mehmonlar, ota-oyi, onaxonlar, ustozlar, barchamiz o'rinlarimizdan turgan holda hurmat bilan ushbu davramizni to'riga Ulug'bek maktabini 11-Y sinf qaldirg'ochlarini ushbu davramizni to'riga kutib olamiz. Marhamat, davramizni to'riga avvalambor ustozlar hurmati bilan Baba qori ustozimiz hamda Shahzoda ustozimizni ushbu davramiz to'riga kutib olamiz. Marhamat. Как саранча, стал богать даже богача. Раскрас как Джеки Чан. Raimjon hamda Sabrina, marhamat. İlyas hamda Dilshoda. Төлeme. Long, long, All I really need is a little bit. Big money, big dick, work is a bit. I can shake that thing. Shahzod hamda Dilyara. Молодой, я молодой, жизнь идет золотой. Ты молодой, я молодой, жизнь идет золотой. Raimjona Shodiyona. Jasura Novzanin. İlyas Zarifa. Shahrukh Mehrinoz.
Jasur Nozima. Shahzod Charoz. Девочка Айко, она любит только кайфу, она девочка как ламбу, могам как-то все равно, моя девочка Айко, она любит только Shohrukh Ziyoda. она девочка. Shahzod Charoz. Dilmurod Shahzoda. Rahmat. Akrom Sagdiona. Yoshlarga berolmay bardosh. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Kimdir yoniga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtim. Ular doimo birga bo'lishsin. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Nerede durmuş ama nerede
Bombalardan senga Köylek çıkan Güller yığıp görüp Gündüz tüyler uçan Bulduğları karanlık Saçını kızıp yürüsen Ceggi 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 Beni canım Beni esirim Bir daha Kırıp koy Kızımlar Ceggi ceggi Assalomu alaykum, rahmat. Marhamat, hurmatli yoshlar, barchamiz dasturxon atrofidan joy egallaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, qalblari qaynoq, mehrlari buloq, yuzlarida tabassum, ko'ngillarda quvonch. Quvonchli kunda shodliklar yarashgan, to'y o'yin desa oyoqlari tolmaydigan, aytilgan joydan umuman qolmaydigan, yuraklari sevgi muhabbat deb uradigan, tillari esa yurt omon bo'lsin, tan sog' bo'lsin deb duo qiladigan aziz yurtdoshlar. Ilohim kulib turgan ko'zlaringiz inshaalloh ming bahorni ko'rsin qadrdonlari. Haqiqatan amazlar bugun mana shu fayzli xonadonga yig'ilib o'tirishimizdan sabab
bugun Ulug'bek maktabini 11-yil sinf qaldirg'ochlarini maktab bitirish kechasi, ya'ni bitiruv oqshomi. Sizlarga san'atkorlar nomidan uzoq umr, baxt va saodat ishlaringizda omad tilaymiz. O'qishlaringizda omad tilaymiz. Mana shu hayotda barchangiz o'z kasb egalaringizni tanlashda Alloh o'zi yor bo'lsin. Keling hurmatli aziz do'stlar, hurmatli yoshlar, kim bugungi kechamizga yaxshi niyatida kelgan bo'lsa, qo'limiz bo'sh bo'lsa, kayfiyat zo'r bo'lsa, bir-birimizga bayram muborak bo'lsin deb o'paloq so'palog'imiz, ibotaliqlari bir addushi shabaloq bo'lsin chiqani. Ey rahmat, salomat bo'lingizlar, oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Yana bir kere barchangizga bugungi bayramlar muborak bo'lsin. Albatta yoshlar, har bir ishning boshida yoshi ulug'lar bor deydi. Ushbu davramizni to'riga Akram ukamizni mana shu uy to'ridan joy bergan hurmatli bobolari Vahid bobomiz hamda Komil bobomizni ushbu davramiz to'riga taklif etsa, kechamizni ochiq deya e'lon qilsa degan niyatdamiz. Marhamat, kelingizlar, davramiz sizlar uchun muntazir. Kelamiz. San'atkor akamizga salomat bo'lsin. Hurmatli bobolar, yana bir kere assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bosgan qadamlaringizga gullar bitsin. Bugungi nabiralar quvonchi muborak bo'lsin. Marhamat, bugungi kechamizni ochib berishlaringizni iltimos qilamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Ushbu kechaga yig'ilgan ota-onalar, bitiruvchilar, o'g'il qizlarimiz. Akram navaram bo'lgan keyin buning hammasi navaralarimiz bo'ladi. Xudo xolasa mana bayramlaring muborak bo'lsin. Bu bayram bundan ham katta bo'lish kerak, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra kichikroq bo'lib qoldi. Aytib buyurmaysizlar. Endi xudo xolasa deyman. Mana maktabni bitirdinglar. Sizlarga omad yor bo'lsin. Yaxshi joylarga o'qishga tushinglar. Har biring ota-onangni yuzini yerga qaratmaydigan, elimizga xizmat qiladigan farzandlar bo'lib yetishinglar. Sizlarga oq yo'l, omad. Mana dasturxonimiz ochiq, ichib yeb, bemalol o'ynab kulib o'tinglar. Rahmat. Annelerinin başına ders verdi. Keyin ayaklarım yaşaş kalıma. Rahmat, salomat bo'lingizlar. Inshaalloh mana shu aytilgan chiroyli ezgu niyatlaringiz farishtalar quloqiga chalingan bo'lsin. Demak, kechamiz ochiqmi? Rahmat, salomat bo'lingizlar. Mana shu yoshlarga sizlarning yashingizni bersin Xudo xolasa. Oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Marhamat, dasturxon atrofidan joy egallaysa. Rahmat sizlarga. Bitta bir qarsa kirib qo'yamiz yoshlar. Rahmat. Hurmatli yoshlar, yoshi ulug' bobolarimiz bugungi fayzli kechamizni ochiq deya e'lon qilishdi. Dasturxonimizdagi nozik ne'matlar, shirin shakar suvlar albatta sizlar uchun. Bismillah deya tortinmasdan olib o'tirishlaringizni xonadon egalari nomidan so'ranib qolamiz. Barchangizga yoqimli kayfiyat, yoqimli ishtaha tilagan holda navbatni san'atkor ukamizga bersak, chiroyli qo'shiqlarni eshitib dam olasizlar. Albatta hurmatli aziz mehmonlar, bugun sizlarning xizmatlaringizda Nur Media studiyasi, video studiyasi sizlarning xizmatlaringizda. Qolaversa DJ İlyas Turkiston shahridan tashrif buyurgan san'atkor ekamiz. Bitta bir qarsaklaringiz bo'lsa ya. Rahmat. Shu bilan bir qatorda Sixondon, ya'ni Tamada Yorqin Nurillayev bugun sizlarning xizmatlaringizda. Barchangizga yoqimli kayfiyat, yoqimli ishtaha tilaymiz. Rahmat. Hayajon
Yok edi tashvish, yok edi qayg'u. Tez o'tdi yillar, ulg'aydi biz bilan orzular. Yalnız sessizlik kendimi, kalbim ağladı. İkimiz için sönmez bu aşk, bir ömür bizi bağladı. Hurmatli yoshlar, yana bir kere barchangizga ushbu bayramlar muborak bo'lsin. Qani yoshlar, kayfiyat qanday? Kayfiyat nasrgina. Cho'da nacharga o'xshaydi, bir qarsa ko'rib ayqaylab qo'yibdi. Молодец. Bugungi o'yin kulgini boshlamasdan oldin bir kayfiyatni ko'tarib olaylik. Al endi hurmatli do'stlar, kimda kim bugungi kechaga yaxshi niyat bilan kelgan bo'lsa, qo'limizni yanimizdagi o'tirgan inson yelkasiga qo'yib hammamiz. Qo'limizni bir-birimiz yelkamizga qo'yamiz. Ayollar sizlar ham qo'yasizlar. Kayfiyatni ko'tarib olaylik bir. Qo'yamiz, qani ayollar qo'yamiz, hammamiz qo'yamiz. Qo'ydikmi? Al endi bir-birimizga qarab turib, sen bugun juda ham chiroylisan deb aytaylikchi. Kayfiyat ko'tarilgan bo'lsa, ayqaylab turib qarsa ko'rib qo'yamiz yoshlar. Rahmat, salomat bo'lsin. Keling yoshlar, eng avvalambor ushbu davramiz to'riga hurmatlari buyuk bo'lgan hurmatli ustozlarimiz, Baba Qari ustozimiz hamda Shahzoda ustozimizni ushbu davramizni to'riga taklif etsak, jondan aziz bo'lgan o'quvchilarga yaxshi niyatlarini yo'llab qolsa, marhamat kelingizlar. Chiroyli bir qarsaklar kutib olamiz yoshlarga. Rahmat. Hurmatli ustozlar, yana bir kere assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bosgana qadamlaringizni hasonatlar bo'lsin. Bugungi o'quvchilar quvonchi muborak bo'lsin. Yaxshi niyat sizlardan bo'lsin. Davramiz to'rida ozgina bir jimlik bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Ushbu xonadoningizdan aziz mehmonlar, mezbonlar, xush kelibsiz. Hurmatli o'quvchilarim, mana siz kichkinaligingizdan maktabga qadam qo'ygansiz. Endi Xudo xolosa hammangiz eriyib katta hayotga qadam qo'yapsiz. Sizlarga har doim omad tilayman. Kelajak hayotlaringizda daima qaqilmasdan, surilmasdan o'ylaydigan, ko'p narsani oldiga maqsad qilib qo'yadigan o'quvchilar bo'lishingizni, farzandlar bo'lishingizni sizlardan tilayman. Har doim sizlarga omad yor bo'lsin. Bir-birlaringiz bilan har doim inoq do'st, ota-onalaringizning quvonchi, maqtaydigan, ko'z quvontiradigan farzandlar bo'lib yetishingizni Allohdan tilayman. Har biringizga omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, o'quvchilar, mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun biz mana shu o'g'il qizlarimizni
11-sinfni bitirib yangi hayotga qadam qo'yayotgan kechasida o'tiribmiz. Bularga hamma vaqt ishlarida omad tilayman. Hamma vaqt mana bu tanlagan kasb egasi o'zi hammasi tanigan o'qishlariga kirib ketsa, hammasi deyman yana yo'lini topib omadli yigit qizlar olib yetishamiz. Ey rahmat, salomat bo'lingizlar, oltin boshlaringiz omon bo'lsin, xorimangizlar. Albatta mana shu yoshlarda mana shu darajaga yetishida avvalambor Alloh, ikkinchi sizlar bo'lasizlar. Marhamat ustozlar, o'quvchilaringizni sizlarga atalgan sovg'a-yu salomlari bor. Marhamat bag'ishlab qolamiz. Sovg'alar muborak bo'lsin. Qarasak nayamaymiz yoshlar. Salomat bo'lsin. Ayto tilla muborak bo'lsin. Ayto o'quvchilari noviy yuzuk bersa eskisini tamadaga beradi deydi. Demaysizmi endi bo'ldi bo'lsa? Hazil huzul albatta. Hop. Ha, xo'sa. Rahmat, salomat bo'lsin. Albatta hazil huzul ustozlar hurmatiga bitta qarsa ko'rib qo'yamiz. Malades. Hali endi davramiz to'rga mana shu ustozlarni taklif etamiz. Shu raqslar marhamat sizlar uchun. Yakıp mevcut tavlanıp deryadin akıp Havuzin silkinip gözlerini yakıp mevcut tavlanıp deryadin akıp Her zamana bir kuşay bakıp Her zamana bir kuşay bakıp Erkelep nazlanıp boyuna Erkelep nazlanıp boyuna Dur ey dur güzelim dur oyna Bana yakın oyunların koyma Dur endi dur oyna bana yakın oyunlarını koyma Bunca yağın açılırsa açılır Oturmanın maharetin yaşır Bunca yağın açılırsa açılır Oturmanın maharetin yaşır Yürüyenlerin keyfiyetin aşırır Keyfiyetine aşırı Erkelep nazlanıp boyuna Tavlanıp sallanıp boyuna Dur ey dur güzelim dur oyna Bana yakın oyunların koyma Dur endi dur oyna Bana yakın oyunların koyma Kaşlarına çizip kalemle Alma yeter bizni salamlı Kaşlarına çizip kalemle Almin etti bizni salamlı Kol tuzup kalaverdim benim Kol tuzup kalaverdim benim Yaptırıp gitti adamlı Yaptırıp gitti adamlı Gezip Türkiye Dubai'ni Görmedim bu çırayını Gezip Türkiye Dubai'ni Görmedim bu çırayını Akbelekli gülayını Yüzleri hoşurayını Akbelekli gülayını Yüzleri hoşurayını Yandırdı taraşların Aklım aldı da Saçlarını taraşların Yakıp kaldı da Yandırdı taraşların Aklım aldı da Saçlarını taraşların Yakıp kaldı da Dilarım, dilarım Hey nazlı dilarım Dilarım, dilarım Hey kaşları karım Dilarım, dilarım Hey nazlı dilarım Dilarım, dilarım Hey kaşları karım
yo'ldosh suvlar oqar menga o'sha janzil yoqar daraxtlarda gullar turta yochar lablaridan kim kelar shunaqangi shakar janze meri asık mıstı ko'nglim soching to'lisida aybing sening onang chiroying taqqan jinsi jonim shamol esa shamoldan daryo toshsa daryodan yomg'ir yog'sa yomg'irlardan rashk qilaman-da janze meri asık mıstı eski Ankara sohili bo'ylari turar hamon kitobim orasida menga bergan o'sha lola gullari derdim boshim bir ola qo'ymadi meni holatimni ham o'yladi bugun ko'rishmoq iloji yo'q desam sen kelarding ko'chamizda yamadan esingdami sen kelarding mototsikl yamadan seni majbur bo'lib men popi kabi bir-birimizga berardik banan esingdami 80-chi yillar yamadan seni majbur bo'lib men popi kabi bir-birimizga berardik banan Bo'salarini olganimda dilga ishlar solganimda o'rganib ham qolganimda nega o'zgarib qolding Bo'salarini olganimda dilga ishlar solganimda o'rganib ham qolganimda nega o'zgarib qolding nega o'zgarib qolding o'rganib ham qolganimda nega o'zgarib qolding nega o'zgarib qolding o'rganib ham qolganimda nega o'zgarib qolding Jamoaga bordim bir kecham sog'inib jonim ming kecham yurakdan urdi shu qizcham boshimga tekkan bir necha chacha qoshi qora qizlari qora qalbimni ochdim mana qara yoningda turibman mana bunchalar go'zal g'ayra dam badam olim jonim san mana g'ayra dam badam Şer zamanım sen beni gayra dam badam Orum canım sen beni gayra dam badam Şer zamanım sen Her şu yerdaman bir diskoda bir bardaman men xuddi yozdaman chal oynasın chal harekatga kular orqasidan to'qmoq bilar bekorgami tushdik tilga portlasin bom kimni yozar kimni chizar kimning ko'zi kimga sezar hech farqi yo'q qayda tezar otaşni yo'q ish portlasin bom chal oynasın chal lang lang ya otaşni yo'q
beach o'tlasin bom bom. Chal o'ynasin chal. Lang lang lang. Налетели как саранча. Стал богач, даже богача. Раскатался как Джеки Чан. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как Айдахар. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня. Salomat bo'lsin. Молодец. Rahmat. Mana shu davramizni to'ldirib o'ynagan barcha yoshlarimizga kattakon rahmatlarimizni aytamiz. Salomat bo'lingizlar. Tilaklar ichida izlab topganim. Allohim nigohini sizga qaratsin. Allohdan o'tinchim yagona bugun sizday insonlarni ko'proq yaratsin deya ushbu davramiz turidan o'rin olgan hurmatli onajonlarimiz, davramiz to'riga Rahima opamiz, Risoy opamiz hamda Malohat aytamiz, Maqsuda aytamiz, Gulxon Elnur aytolarimizni ushbu davramiz to'riga taklif etamiz. Kelingizlar. Rahmat. Qolganlari kelgunicha yaxshi niyatlarimizni davom ettirsak. Shodliklarimiz sig'may ketar tanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar deyman aslida, farishtalar o'xshar mening onamga. Donolardan o'tib tushar zehni bori, dunyolarga yetadigan mehri bori. Allasida o'zgacha bir sehri bori, farishtalar o'xshar mening onamga. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli onajonlar, xush kelibsizlar. Bugungi farzandlar quvonchi muborak bo'lsin. Yaxshi niyat sizlardan bo'lsin. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Mana shu yerga kelgan ota-onalar, bolalarimiz, o'quvchilar, Xudo xolasa mana bolalarimiz, nevaralarimizning qiziqda o'tibmiz. Mana shunda qiziqlarim ko'pini ko'raveraylik. Bunisi yurgan izlarini aqib yursin. Bu dunyoni yaratgan Parvardigor o'zingsan, yaxshi yomon kunlarda ham madadkorim o'zingsan. Deb mana farzandlarimizga aql tilaymiz. Söz berganlaring uchun rahmat. Assalomu alaykum aziz Shegaygon, aziz mehmonlar, aziz o'quvchilar, ustozlar. Bugungi maktab tugatganlarim qutlug' bo'lsin. Xudo xolasa mana Shahzodada katta ustozlar, atam, anam deb, elim, yurtim deb ishonchli omonasan. Xudo xolasa obro'li sizlarga zamonimiz tinch, osmonimiz ochiq, oq yo'l tilaymiz. Hamisha ota-onam yuzini yerga qaratmin aziz farzandlar, nabaralar onlar. Xudo xolasa. Assalomu alaykum ushbu xonadon aziz mehmonlari. Mana bugun katta xonadonning fayzi barakasini ko'paytib o'tirgan yosh yigit qizlar
Xudo xolasa sizlarga omad tilayman. Hamma vaqt yuzlaring oq bo'lsin. Oliygohlarga qaqilmasdan, surilmasdan ilojini barcha harakat qilib, har biring inson uchun kerak bo'lgan mas'uliyatni mo'yinlariga olib, har qaysi har bir xonadoning qizlaring, uy bekasi, o'g'il bolalar, yanomlaring g'amxo'ri qolaversa, har qaysi o'qishlarga kirib, katta joylarda ko'rinishlarini so'rab qolaman. Har qaysilaring hammalaring ota-onalaring uchun ota-onalaring sizlar uchun yuzlarini yerga qaratmaslik uchun aqlli, obro'li mana maktabni bitiribsizlar. Xudo xolasa oliygohlarga ham tushishga omad bersin. Mana shu yerda o'tib ketgan Ramon o'g'limning ruhlari shod, Xudo xolasa hamma farzandlarimizning yuzlari yorug', ko'ngillari sho'x yursin. So'z berganlaring uchun rahmat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, mana bugun farzandlarimizning quvonchli kunlarida sherik bo'lib shu xonadonga yig'ilgan ekanmiz. Men sizlarga hayotda qaqilmasdan oliy ma'lumotli insonlar bo'lib yetishingizga tilakdoshman. Hammangiz ota-onangizning baxtiga sog' salomat bo'ling. Bugun farzandim Rahimjonning tug'ilgan kuni. Rahim tug'ilgan kuning yana bir bor muborak bo'lsin. Ilohim o'rtoqlaring oldida yuzing yorug' bo'lsin. Ilohim ming baxtimga sog' salomat o'ynab kulib baxtli farzand bo'lib yurishingni Allohdan tilab qolaman. Hammangga ortlaringdagi o'quv dargohlariga tushib, oliy ma'lumotli insonlar bo'lishingizni yana bir bor Allohdan so'rab qolaman. So'z berganlaringiz uchun rahmat. Rahmat, salomat bo'lingizlar. Oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Baxtlaringiz mana shu farzandlaringiz omon bo'lsin. Albatta yoshlari jannat mana shu onalar oyog'i ostida deydi. Barada qadrlangizlar, barada siylangizlar. Bugun borib, hozir borib aytingizlar, dada, sizni yaxshi ko'raman, onam sizni yaxshi ko'raman deb bugun aytingizlar. Ertaga kech bo'ladi. Ilohim baxtimizga mana shu davlatlarimiz, jannatlarimiz omon bo'lsin. Ustozlarimiz omon bo'lsin. Ana endi yoshlar kim ota-onasini yaxshi ko'rsa bir qarsa ko'rib qo'ysin-chi. Al endi ustozini yaxshi ko'rganda bir qarsa ko'rib qo'ying-chi. Ay, молодец. Al endi ekoni ham yaxshi ko'rganlar ayqaylab bir qarsa ko'rib qo'ying-chi. Ay, молодец. Rahmat, salomat bo'lingizlar. Albatta do'stlar, bugungi mana shu bayramda qo'shaloq bayram. Rahimjon akam bugungi tavallud ayomingiz muborak bo'lsin. Baxtingizga mana shu onajoningiz, bor jigaringiz, do'stlaringiz omon bo'lsin. Xudo xolasa kelajakda iymonli, insofli kelinlar kelishni Alloh nasib etsin. Bizlar kelib xizmat qilishni Alloh o'zi nasib aylasin. Oltin boshingiz omon bo'lsin. Ukamizga bir ayqaylab qarsa ko'rib qo'yasizlar. Молодец, rahmat, salomat bo'lingizlar. Alini davramiz to'riga hurmatli onajonlar, endi bir qizdirib berasa davramizni. Marhamat, shuhra bo'lsin. Onajon o'ynang bugun to'yimda, quvonchingizni ko'rish o'yimda. Dasta gul teray, hammasini sizga beray, siz faqat o'ylab bering to'yimda. Hey, dasta gul teray, hammasini sizga beray, siz faqat o'ylab bering to'yimda. Onajon o'ynang bugun to'yimda, quvonchingizni ko'rish o'yimda. Dasta gul teray, hammasini sizga
musiqani qo'yib olib hali hamon yodimda qolgin deding yonimda seni jondan sevgandim eng gullagan qonimda shikolik ko'k shikolik eslatadi sevgimizni eng shikolik qo'shni kulik qizg'onardi seni mendan o'sha kulik ko'k shikolik eslatadi sevgimizni eng shikolik qo'shni kulik qizg'onardi seni mendan kulik Esingden uğrayım Hala hamon yodimda Qolgin deding yonimda Seni jondan sevgandim Eng gullagan qo'limda Ko'k shikolik eslatadi sevgimizni eng shikolik qo'shni kulik qizg'onardi seni mendan o'sha kulik Meni sen aldırma, baram desen baram, süydüm seni kullarım, kunday sıkan baram, senden haberim çok koy, salam menden salam, meni sen aldırma, baram desen baram, süydüm seni kullarım. Amına barıp kunday qaytaman, tabamadım nege seni şu itaman, endi sağım qanday qo'sib qaytaman. Avulga barib kunga qaytaman Tabamadim nega seni sho'ytaman Endi sag'am qanday qo'sib aytaman Kelmedin sen günlerim Avulga barib kunga qaytaman Tabamadim nega seni sho'ytaman Endi sag'am qanday qo'sib aytaman Avulga barib kunga qaytaman Tabamadim nega seni sho'ytaman Endi sag'am qanday qo'sib aytaman Yalqınlap, güneşi yalqıldap Kılmalar oynar, barmak şarkıldap Gözler yalqıldap, güneşi yalqıldap Kılmalar oynar, barmak şarkıldap Kaşkakın kaşkak, şarkılan sıçkak Evropa'ça yürüş
yürüşler Başka canım başka Kaşka karın kaşka Saçka karın saçka Avrupaca yürüşler Başka canım başka Yüreğde dursun Yamalı tut gitti ey Just dursun Yamalı tut kurban Yüreğde dursun Yamalı tut gitti ey Just dursun Kaşka karın kaşka Saçka karın saçka Avrupaca yürüşler Başka canım başka Kaşka karın kaşka Saçka karın saçka Avrupaca yürüşler Başka canım başka
olsa kalbim bilmiyor senden başka herkes bak başımda kim biliyor gülüm senden başka kimseyi bilmiyor kaderler ayrı erkekler aynı sevmeyinde beklemede aynı benimler haklı benimler yok aldırımı her birisi aynı azar azar kader bizini azar böyle gelmiş böyle gitmez o kadar beni aşka düşman etme yok al canım niyetini bozama azar azar kader bizini azar böyle Hey salam olsun. Rahmat. Rahmat, mana shu davramizni to'ldirib o'ynagan onajonlarimizga, yoshlarimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Salomat bo'lsin, oltin boshlari omon bo'lsin. Hurmatli yoshlar, yana bir kira bugungi bitiruv oqshomlaringiz muborak bo'lsin. Keling yoshlar, bizlar esa yaxshi niyatlarimizni davom ettirsak, ushbu davramiz to'liga sinfdoshlar hurmati bilan Rayimjon ukamiz hamda Ilyas ukamiz, shu bilan bir qatorda Sabrina Dilshoda singlimizni ushbu davramiz to'liga taklif etamiz. Kelingizlar. Rahmat. Hurmatli yoshlar, yana bir kere assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugungi bayramlaringiz muborak bo'lsin. Albatta yigitlar, mana bizning o'zbek xalqi ayollarni, qizlarni siylagan xalq. Agar sizlar xo'p desangizlar, yaxshi niyatimizni qizlardan boshlaymiz, bo'ladimi? Marhamat. Assalomu alaykum, mana shu xonadonga yig'ilgan mehmonlar. Ustoz, shu 11gacha o'qitganingiz uchun sizga rahmat. Shu kungacha hech kimdan kam qilmagan ota-onalarimizga rahmat. So'z berganlaring uchun rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va ustozlar, sinfdoshlar. Bugungi bizning bitiruv oqshomimizga xush kelibsizlar. Sinfdoshlar, hammamizga o'qitib topshirganlarga grantni tilayman, grantga tushib ketishlaringizni. Qolganlaring hammang tanlaring sog' bo'lib, o'z yo'llaringni topinglar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Bizning mana shu kunga yetishimizga sababchi bo'lgan avvalo ota-onalarimizga, keyin ustozlarimizga, bizga bilim bergan boshlang'ich ustozimiz Abdullayeva Shahzod ustozimizga, keyinchalik sinf rahbarligini davom ettirgan Atiq Pavaqar ustozimizga yordam beramiz. Shu kunga yetkazganingiz uchun, bilim berganingiz uchun, tarbiya berganingiz uchun, sözümüzün ikki qilmaganingiz uchun, yo'q demaganlaringiz uchun, shu kunga yetkazganlarim uchun rahmatimni bildiraman. Hurmatli ota-onalar, bugun bizning xayrlashuv kechamizda kulib o'ynab o'tiringizlar. Hurmatli sinfdoshlarim, har birining o'z o'rinlaring bor. Mana shu kunga yetdik. Endi buni buyog'i har birimizning diplomimizni olib, ota-onamizning umidimizni aqlashlik nasib qilsa, hammangni yaxshi ko'raman. Bugun kechamiz sho'x o'tsin. Assalomu alaykum, mana shu xonadonga yig'ilgan ota-onalar va sinfdoshlarim.
Hammalarni o'qituvchidan yaxshi ballar bilan topshirib, yaxshi o'qishlarga tushishlarini tilakdoshman. Yaxshi kasb egalari bo'lishliklarini tilayman. Men shu boshlang'ichdan o'qitgan Shahzod ustozimizga ming bor rahmat. Hammalarni yaxshi o'qib, yaxshi bitirishini tilayman. Siz bilan Молодец, rahmat, salomat bo'lsin. Oltin boshlarimiz omon bo'lsin. Mana endi bir singlimiz bugungi kechamiz sho'x o'tsin deydi. Bizlar Turkistonda bugungi kechamizni sho'xroq qilib o'tkazish uchun ko'plagan o'yinlar tayyorlaganmiz, shartlar tayyorlaganmiz. Hurmatli yoshlar, bir narsa kelishib olaylik. Bugungi kechamiz zo'r o'tishiga to'lqa tamada bilan muzikatga bog'liq emas, ko'proq sizlarga bog'liq. Aktivni sho'x qatnashib o'tirishimiz kerak. Hozir mana shu yerda qizil salfetkada qizlarning sharti bor, yeşilda bolalarning sharti bor. Ichida qiziqarli o'yinlar bor. Men chiqqan keyin men bajarmayman degan bo'lmasin. Bu yerda butun hech kim yo'q. O'zingizning sinfdoshlaringiz, ota-onangiz bo'ldi. Marhamat, qizildagi qizlarga, yeşildagi bolalarga olamiz. Ag'aniki joyim sakat turamiz. Joyim sakat turamiz. Bir olamiz, bir. Rahmat san'atkor akamizga. Yaxshi niyatimizni qizlardan boshladik, o'yinimizdan qizlardan boshlaymiz. Qani marhamat qizlar, qay birini tayyorsa kelamiz. Qizlar, vaqtimiz ketmasin. Marhamat. Sizning shartingiz qancha? Olamiz. Yashildagi sizniki. Birini olasiz chiqin. Qani qizlar, boshlaymiz. Ustozingiz bilan xorazmcha o'ynab bering. Singlimizga ustozingiz bilan xorazmcha o'ynab bering edi. Marhamat, singlim davraga ustozingizni olib kelasiz. Marhamat. Qarsak bilan. Ahey, ahey. Vahey, vahey. Hadeshka, hayhaychu. Hadeshka bo'lsin. Musiqa shior, shosha bo'lamiz. Hadeshka, hayhaychu. Rahmat, o'yinchilaringizni bir qarsa kirib qo'yasizlar. Молодец. Yo, o'tirmaysiz. Joyingizga turasiz. Qani singlim? Berasiz menga. Atingiz kim edi sizning? Dirshoda singlimizga arabcha o'ynab bering deydi. Qarsakni ayamaymiz. Marhamat, davramiz to'riga taklif etamiz. Marhamat. Voy, kelishib oldim. O'ynaymiz endi. Ana Padeshka. Qo'ldan kelgancha o'ynaymiz. Qo'limizga kelgancha. أنا مش بشرب طلبت عصير أنا مش بشرب مطلعش عصير أنا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل بام Молодец. Salomat bo'lsin. Qarsa kirib qo'yamiz singlimizga bir ajoylab turib. Молодец. Navbat ukalarimizga qaysi birimizni boshlaymiz? O'yinroqdan boshlaylik-da. Buniki seriozli narsa ekan. Siznikidan boshlaychi. Rayonjon akamizga 20 marta ajimana ishlab bering deydi. Marhamat davraga. Padeshka beramiz. Qani, barimiz birga sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодец. Elimizda, yurtimizda mana shunday sportsmen yigitlarimiz ko'p bo'lsin. Qani ukam? Sizning atingiz Ilyas? Ilyas ukamizga zo'r narsa chiqdi, eshitdingizlar. Sherigingiz bilan to'ylar muborak bilan davraga kelasiz deydi. Xonadon egalari, ro'mol deb turingizlar, iltimos. Ro'mol. Ilyasni shu yerdagi Dilshoda deydi. Qani, Dilshoda kalam bo'lasiz, azil huzulg'u. Marhamat. Yana yurib kirasizlar, hazilg'u, hech kim yo'q. Davramiz so'riga jamiyatimizning yangi bir oilasi, kelin-kuyovlarimizni to'ylar muborak sadosi bilan ushbu davramizni to'riga kutib olamiz. To'ylar to'yona, to'ylar muborak bo'lsin.
Marhamat. Ultima la canzone. Kalen aşkış. Ay Allah'ız. Rahmat. Bari ultima la canzone. Hali ersizlarga hali o'qishni bitirib ko'rak. Xudo xolasiga albatta hazil huzul kelajakda yaxshi bir xonadonga kuyov kelin bo'lishni Alloh o'zi nasib aylasin. Marhamat davramiz to'riga barcha yoshlarimizni sho'x raqslarga taklif etamiz. Marhamat. Круто пахнет на коне, у него огромный план, чина брата чудеса, Синеркана, Ромаган, Тарнустан, Синеркана, Ромаган, Тарнустан, Синеркана, Ромаган, Тарнустан, Синеркана, Ромаган, Тарнустан. Кто-то сказал мне щена, вечерний сильно кишамай. Мы все оттуда священна мать. Аджаля бучу, иногда чуть-чуть или чересчур. Эрик билетчур, как наш тречок, сюда билетчур, или в кирчур. Танцует ясно вегары. Здесь танцует просто вегары. Слезы, да, каждый на фото, я,
Elimizin gibi başa bela, yaşamızın gibi paşa paşa. Keşke beni size kalır, yine üçümde bir para para biri, para para biri, para para biri. Elimizin gibi dediğim para lazım, elimizi yıkamak için de para lazım. Bugün nefes almak için bile para lazım. Hatta sen bilemizin için para lazım. Kime lazım en çok para lazım. Gidecek seni bilgin direkt nakit lazım. Bakın açık öyle çünkü burada benim tarzım. Gözümü sandıkça gözümüze para lazım. Hadi para. Elimizin gibi başa bela, yaşamızın gibi paşa paşa. Keşke beni size kalır, yine üçümde bir bak para para biri, bak para bana gerek, bak para para biri, bak para bana biri. En sevdiğim para çıkıyor iyi bandır. Madem para mevzu bitirdiğine inandır. Senin ucuzu bile tavuk değil aldır. Para silmeyen beni güzel bir insandır. Kalbim üstünde sebepleme para cool. Parayla işimiz yok olma göre cool. Onun edildiğini yer kimi yolulur. Eğer sebep etse hemen para beni bul. Davramızı to'ldirib o'ynagan barcha yoshlarimizga kattakon rahmat, salomat bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Hurmatli yoshlar, keling bir qiziqarli o'yin o'ynaymiz. Davramiz to'riga yuragida o'ti bor 4 yigit kelsin-chi, 4 qiz kelamiz. Shu bilan bir qatorda kelamiz davraga. Yuragida o'ti bor shu yigit qizlarimiz kerak bizga. Qani kelamiz o'rtaga. Oladi. Yana bir yigit bir qiz kerak bizga. Rahmat, salomat bo'lsin. Yigitlar bu tomonga o'tasizlar. Mana shu yerga bir qatorga turing. Qizlar sizlar mana shu yerga turasizlar. O'rtamizni ochiqda qazosidan yeri keng bu. Bir 2 metr uzoq turib. Surlamiz, keyin turamiz. Yana ham. Surlamiz yana. Hurmatli yoshlar, o'yin sharti hozir muzika qo'yiladi. Hamma o'zini pari bilan o'ynaydi. Muzika to'xtagan paytda mana shu uyda, davrada bor zotni aytaman, shuni aytgalasizlar. Oxirida qolgan o'yinim chiqadi. Tushunarlimi? Tayyormisizmi? Maestro muzika qani ketdik. O'tirgan do'stlarim, o'rtoqlarim, bandejga beramiz. Aytaychi. Oynuyoruz. Opel 734 meşeni alamız. Opel 734. Stop, şakalat. Abaylayımız. Kulak geçiyor kızlar, ayaklarını abaylanlar. Men arkama kep duraslar, men arkama. Boşunu yiyip oturayım size. Malades. Qarsa kirib qo'yamiz. Ukam sen bugun tamam, bugun sen tug'ilgan kuning. Sen ko'p yugurga bo'lmaydi. Rahmat. Qolganlarimiz o'ynaymiz dachi qani ketdik. Maestro muzika. Shokoladni qo'yib qo'yaylik. Muzika shu o'ynaymiz. Ayaqaychi bu Fadiyashka. Banan.
Abaylimiz kızlar. Ayak kiyimler geçip koysanlar balar sizler. Abaylimiz kulak ketmenler, tayıp ketmenler. Bana niye bu otursa? Malades. Singlimizge bir karşı girip koyasızlar. Kızlar kulak ketmengizler, ayaklarınızı geçip koysanızlar болады, kulak ketmengizler. Ökçeleriniz болады, geçip koysak. Kulak ketkenine göre geçip koyыңызlar. Skori çakırıp oturuyor mu menege? Kağanımız dal şu oynayımız kan. Para onu beredi. Dal. Hadi şahır olsun. Müzik açışım oynayız. Bakalım kola kıyıp akkelemiz. Kola buluş gerek. Abaylanlar. Kızlar malız çakkaneke kızlar var. Yigitlere kararlar. Kim kap gitti? Var mı? Zor nerse var. Kim kadı? Siz kadınız mı? Rahmat. Kolanı içi veremiz. Tökmeyimiz, içemiz. Kağanımız oynayımız, da şu oynayımız kan, kağanlarımız. Müzikal şey oynayımız kan. Hala. Dostlar, ortaklar, kardeşler. Polis, bağırma, oynayınlar. Milka. Cay. Mana kız belaya ki bırak. Kayıtmaydı ki. Вот siz. Вот. Biröge tıkıbami cay kaparıp oturun. Kağanımız da şey oynayımız kan ket. Endi kolumuzga telefona balık ama özü telefonuna basın oyunda barlar telefona balamız. Müzik şey oynayımız. Ustaz bilen selfie. Ay malades. Bu ustazın altta otursa. Ko'zsiz ketdi bu qizga. Malades, qarsa kirib qo'yamiz singlimizga. Telefon yanımızda bo'lsin yigitlar, dash o'ynaymiz qani ket. Do'stlar, badiyesh ko'ramiz. Karama oyna. Müzikal şey oynayımız. Ay hayçu. Xonadan egasidan selfie. Xonadan egasidan selfie. Ha endi izlab topinglar. Xonadan egasi bilan. Ketgan, o'chaq boshqa qarab. Ketdi ko'chaga qarab. Kimni izlab ketdi bola? Akramimiz Ayasiri dadasi babasi bo'lsa bo'ladi.
Katta aytimiz var o uyda. Aytimiz babamız var. Size kalan. Bu sıra kaçıyı birinle çakta çakırız. Bu koymayın. 20 çayka. Malades. Ali endi birinchi o'rinni aniqlaymiz. O'ynaymiz qani? Ikki do'sti. Kim birinchi o'rin boriga? Fadeshka. Muzika ashib o'ynaymiz. Muzika tanlashga bo'lmaydi yigitlar. Ayağımız bilen selfie. Abası, ulan yok mu? Bunlar her şey oynanlar. Her şey oynayın, şansat oynayın. Müzik açıyoruz, ayıp. Sapın akılım, sapın da okuyalım. Rahmat. Asli ikkisi ham o'rtalar 1 metr birdek ya. Do'stlik endi deb qo'yamizmi? Bo'ladimi? Marhamat, do'stlik endi qarshi kirib qo'yasizlar. Ertaga ham birinchi o'ringa keyin tovdin 2 xonalik kvartira xazayimla qo'shib. Qutlu bo'lsin. Rahmat, qarshi kirib qo'yamiz. Rahmat, joyimizga o'tirib olamiz qizlar, yigitlar.